Hozirgi yoshlar ayniqsa besabr, hamma narsa bo'lish kerak va birdaniga bo'lish kerak. Unaqa bo'lmaydi. Ukalar, unaqa bo'lmaydi. Sizlarning ko'zingizlarda katta biznesmen, katta pul topyapti. Palonchi bir sportsmen katta chempion bo'ldi. Palonchi odam katta obro'ga ega bo'ldi. Birdaniga bo'lmagan. Yusuf alayhisalom qissasi 22 yildan keyin sajda qildi otasi, onasi va 11 taki ukasi. 22 yil. Payg'ambarga 22 yil kerak bo'ldi shu maqomga yetish uchun. Yo biz shoshib ketamizda. Taqvo qiling, sabr qiling. Sizning mukofotingiz yo'q bo'lib ketmaydi. Siz taqvo qilasiz, 1 yil, 2 yil, sabr qilasiz, 3 yil, 4 yil. Keyin nima bo'ladi? Siz kutgan narsani bera olmasa yoki ko'p ham tezroq kelmayotgan bo'lsa hali narsa. Nima qilasiz? Shoshib ketasizda, jazobaga tushasizda, norozi olasizda, shuncha sabr qildim, shuncha taqvo qildim, shuncha duo qildim, ijobat qilmadi deb shoshib ketasiz. Yustajabu li ahadikum ma lam